Dunyoni juda ham ko'plab mamlakatlaridagi mo'min musulmonlar kelishini xohlaydigan aeroport Jidda aeroporti. Mana shu aeroportga kelgan odamlarning juda ham ko'pchiliklari yo umra safariga yoki haj safariga kelgan bo'ladilar. Bizga yana bir bor nasib etdi, alhamdulillah. Xo'sh, avvallari umraga borish, hajga borish desa juda ham katta qiyinchilik odamlarning xayoliga kelardi. Hozir unday emas, ayniqsa Jidda aeroportida yaratilgan sharoitlar juda ham go'zal. Mana shu ko'rib turgan blokingiz Y1 bloki. Xo'sh, bitta bortda kelgan barcha ziyoratchilar mana shu blokda yig'iladilar va bu yerda har bitta biriktirilgan 50 boshi o'zini ziyoratchilarini, mana ovozni eshityapsizmi? O'zini ziyoratchilarini oladilar va tashqariga olib chiqib avtobusga o'tkazib Madinaga yoki Makka shahri tomon harakatlanadilar. Bugun kelganlarning barchalari 100% to'liq Madina shahriga ketadilar, chunki birortalarida ko'rib turganingizdek ehrom o'ralmagan. Xo'p, bizga bu safar bosh bo'lganlardan birlari ustoz doktor Abror Muxtorali va hurmatli bizni kuzatib turganlar, siz agar ota-onangizni yuborayotgan bo'lsangiz, albatta sim karta xarid qilish uchun alohida o'sha sumkalarni bir kichik qismiga bir $50 solib qo'ying. Zo'r bo'ladi hammasi. Bu yerda mana Saudiya Arabistonidagi barcha mobil kompaniyalar tomonidan yaratilgan keng sharoitlardan oqilona foydalanmoqdalar. Juda ham ko'plab ota-onalarimizga kelgan ziyoratchilarimizga, ayniqsa yosh ulug'larga sim karta olib beraymi, gaplashib keling desiz, yo'q, kerak emas. Yo'q, kerak. Kerak. Chunki juda ham odam ko'p, yil 12 oy baribir odam ko'p bo'ladi. Makka shahrida ham, Madina shahrida ham o'sha telefon raqamlarini sizlarga tushirib qo'ysa, topib olishingiz biroz oson bo'ladi. Xo'sh. 50 boshlar kelgan ziyoratchilarga keng ko'lamli tushuntirish ishlarini olib bormoqdalar. Bu yoqda ko'rib turganingizdek yana bir 50 boshi o'zini kelgan ziyoratchilarga tushunchalar beryaptilar. Yo'qlama bo'layapti, yo'qlama. Hazrat, ikki og'iz gaplashamiz. 50 bosh sifatida ziyoratchilarni ziyorat qildirishda shu 14 kun mobaynida eng qiynaydigan narsa nima qiynaydi siz? Eng qiynaydigan narsa avval kelganman deb haligi o'z boshimchalik qilib itoatsizlik qilishligi qiynaydi. To'rtta odamni o'zi bilan boshlab ketadi-da, yo'ldan adashib qolishligi qiynaydi. O'shuning uchun hozir eshitgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda o'sha narsa yo'qotmaslikka, odam yo'qotmaslikka itoat qilib yuradigan bo'lsa, xizmat qiluvchi ham maza qiladi. Qarang, yillar o'tgan sari bizda umra qilish madaniyati deylik, safar madaniyati o'zbekistonliklarda o'zgaryapti. Misol uchun aeroportda harakatlanish, navbatda turish va hokazo yaxshi tomonga o'zgaryaptimi? Alhamdulillah. Sal o'zgarish bor, lekin haligi muhabbat oldingichalik bo'lmasa-da, lekin anaqa bor. Muhabbat oldingichalik bo'lmasa ham tartib o'zgaryapti. Tartib o'zgaryapti. Qarang, yoshi ulug' ota-onalarni jo'natayotganlarga nima maslahat berasiz, nima tavsiya berasiz? Yoshi ulug' odamlarni jo'natayotganlarga iloji boricha kelib, o'zlari birgalashib kelishlikni aytamanki, sababi bu yerda ibodat mashaqqatdan iborat. Mashaqqatdan iborat. Sabrlar sinaladigan joy. Hamma o'ylaydiki, bu yerga kelib mazza qilib bir cho'milib chiqib yotaman deydi. Bu yerda ko'p harakatdan iborat. Ibodatlarda o'sha birovga hali ana bo'lmasligi uchun o'zini ota-onasini o'zi olib kelib, o'sha yerda xizmatini qilib, duosini olishligi yaxshiroq, afzalroq. Alloh quvvat bersin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Xo'p, yana bir 50 boshimiz bilan ikki og'iz gaplashamiz. Nechinchi marotaba odamlarni, nechinchi guruhni inshaalloh bugun umra qildirishga harakatni boshladingiz? Sanaysizmi? Yo'q, sanog'i yo'q. Bizda har kuni reys bor. Har kuni reysimiz bor. 100 dan oshgan. Ha, endi reysimiz ko'p. Nima qiynaydi? Masalan, O'zbekistondan kelgan ziyoratchilarni qaysi aytaylik, qaysi jihatlari, qaysi xatti-harakatlari qiynaydi siz 50 bosh sifatida?
Xudo xohlasa hammasi yaxshi. Yaxshimi? Rozi qilishga harakat qilamiz. Qiyinchiliklarni nima qilib o'tib ketamiz. Rozi. Nima yoqmaydi, nimani bartaraf qilishimiz kerak? Biz masalan 40 millionga yaqin xalq, juda katta foiz qismi mo'min musulmonlardan iborat va ko'pchilik shu tomonga talpinib turishadi. Ha. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Asosan shu ibodatga e'tibor bersa, mehmonxona, ovqati u ikkinchi darajali ishlardan. Asosan ibodatga e'tibor berish kerak. Asosan shu deb o'ylayman. Zo'r gap bu. Rahmat katta. Agar siz ziyoratga chiqqan bo'lsangiz, sizni ellik boshingiz, yo'l boshingiz bir nechta tillarni biladigan, ayniqsa ana shu borgan joydagi davlatning tilini biladigan bo'lsa maza bo'ladi. Xususan, ustoz doktor Muxtor Ali, Abror Muxtor Ali hozir bu yerda arab millatiga mansub bo'lgan insonlarga xohlasa ingliz tilida, xohlasa arab tilida, xohlasa o'zbek tilida, urdu tilida, bir nechta tillarda kelgan ziyoratchilarimizga tarjimonlik ham qilmoqdalar.